Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan 6-sinf texnologiya fani robototexnika bo'limi birinchi amaliy mashg'uloti dastur yordamida svetodiodlarni yoqish va o'chirish mavzusi bilan tanishamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi albatta jihozlar, ya'ni svetodiod, Arduino Uno, maket plata, ulovchi simlar va albatta Tinkercad platformasi kerak bo'ladi. Biz dastavval ishni Tinkercad platformasiga kirib olishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi Google qidiruv tizimi. Google qidiruv tizimiga tinkercad.com deb yozib olamiz. tinkercad.com. Albatta siz bu saytdan birinchi marta foydalanayotgan bo'lsangiz, o'zingizni shaxsiy kabinetingizni ochib olishingiz kerak bo'ladi. Men avvalroq bu platformadan ko'plab foydalanganligim sababli o'zimni shaxsiy kabinetimga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyatini bergan. Bu yerda biz dastur yordamida svetodiodni yoqib o'chirish uchun avvalambor Sazdat bo'limidan Zepi bo'limiga o'tib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek ishchi oyna ochildi. Ishchi oynaning o'ng tomonida bizga kerak bo'ladigan, ya'ni svetodiodlarimizni yoqib o'chirish uchun kerak bo'ladigan turli xil konstruktorlar to'plami joylashgan va bu chap tarafida esa biz ishni bajarishimiz uchun ochiq maydon bizga ko'rsatilgan. Dastavval biz ishni Arduino Uno platasini olishdan boshlaymiz. Arduino Uno'ni olamiz va uni joylashtirgandan so'ngra bir dona maket platani konstruktorlar to'plamidan olamiz. Bizga kerak bo'ladi bir dona yoki 2 dona svetodiod kerak bo'ladi. Xohlasangiz bir dona, xohlasangiz 2 dona svetodiod olishingiz mumkin. Men 2 dona svetodiod oldim va ularni yoqib o'chirish bo'yicha sizlarga ko'rsatma berib o'taman. Keling bu svetoforni birinchi qizil rang bilan belgilab olamiz, ajralib turishi uchun va uni to'g'ri oyoqchasini katodga va qiyshiq oyoqchasini anod joylab olamiz. Albatta bu yerdan siz istalgan gradusda burib olishingiz mumkin va uni joylab olamiz. Yana bir dona svetodiod olamiz va keling uning rangini yashil qilib belgilaymiz. Va yashil svetodiodimizni shu tartibda joylab olamiz. Va oxirgi qiladigan ishimiz svetodiodlarni simlar bilan Arduino Uno platasiga birlashtirib olamiz. Bizga bu yerda plus musbat, ya'ni katod oyoqchasiga umumiy bir dona tok olamiz. Buning uchun biz Arduino Uno platasining GND pinidan bir dona sim chiqaramiz va umumiy ulashga harakat qilamiz. Bu yerdan agar siz noto'g'ri bajarib qo'ysangiz, ixtiyoriy gradus o'lchov birligida burish imkoniyatiga egasiz. Keling buning rangini qora qilib belgilaymiz. Bu yerdan rangini istalgan rangga o'tkazib olishingiz mumkin. Albatta ulovchi simlarning rangini bu yerdan istalgancha to'g'rilab olishingiz ham mumkin. Endi bu anod oyoqchasiga bu yerdagi ixtiyoriy raqamlardan, ya'ni 1 2 3 4 5 lardagi pinlardan ixtiyoriy bittasidan tok chiqaramiz. Keling biz 3 dan tok chiqarishni boshlaymiz. Va uni oyoqchasiga alohida joylab chiqamiz. Keling buning rangini qizil qilib belgilaymiz. Chunki boshqa simlardan ajralib turishi uchun. Yashil svetodiodning anod oyoqchasiga ikkinchi pindan simni, ya'ni tokni uzatamiz. Keling buning rangini yashil qilib belgilab olamiz. Yashil qilib belgilab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek azizlar, bizni texnik qismi oxiriga yetdi. Endigi navbat uning dasturiy qismiga. Biz dasturiy qismini tuzish uchun avvalambor bu yerda kod degan
tugma joylashgan. Ushbu tugmani bosishimiz bilan bizga bloklarda tuzasanmi yoki tekst variantda tuzasanmi degan savol paydo bo'ladi. Bu yerda istasangiz tekstlarda, istasangiz bloklarda tuzishingiz mumkin. Albatta menga bloklarda tuzish oson bo'lganligi sababli men sizlarga bloklarda tuzib o'rgatib o'taman. Avvalambor bloklardan vihod, ya'ni chiqish blogidan bir dona blokni olamiz. Ya'ni bir dona blokni olib, bizga birinchi qizil svetodiotimizga ikkinchi pindan tok uzatilganligi sababli, ya'ni yo'q, uchinchi pindan tok uzatilganligi sababli bu yerga 3 ni belgilab olamiz. Ya'ni uchinchi pindan tok uzatilganligi sababli. Bu yerda visoki tokni ulash, niski tokni uzish hisoblanadi. Biz tokni ulaymiz. Va bu yerda sariq bloklardan bir dona kutish blokini olamiz. Va u yerga 2 sekund kutsin. Ya'ni bu qizil svetodiodga tok uladik va 2 sekund kutib tokni uzishimiz kerak bo'ladi. Va tokni uzishimiz uchun bizga ko'k svetodiod bloklardan kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerdan bir dona ko'k blokni olamiz va 3-pindan tokni uzamiz. Va yana bir dona xuddi shu blokdan kerak bo'ladi. Tokni uzganimizdan keyin biz yashil svetodiodga tokni uzatamiz. Ya'ni yashil svetodiodga ko'rib turganingizdek 2-pindan tok chiqqan. Yani tokni uzatamiz. Xo'p, endi biz 2 sekund kutishni qo'yamiz. Ya'ni 2 sekund kutadi. 2 sekund kutgandan so'ngra, 2 sekund kutgandan keyin tokni yana uzamiz. Bu yerdan tokni uzamiz. 3-pindagi tokni uzamiz. 2-pindagi tokni uzamiz. Mana ko'rib turganingizdek azizlar, bizda dasturiy qismi ham tayyor bo'ldi. Endi buni tekshirib ko'rishga harakat qilamiz. Buni tekshirib ko'rish uchun bu yerda nachat modelирование tugmasi bor. Shu tugmaga bosishimiz bilanoq bizga dastur ishlayapti yoki ishlamayapti, uni tekshirib beradi. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek qizil yondi, yashil yondi va svetodiodlarimiz ishlayapti. Ko'rib turganingizdek hammasi joy-joyida. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.